Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omonmisizlar. Bugun 19-mart 2025-yil. Sport bilan 100 kun nomli challenge boshladik. Qisqasi 100 kun davom etadi. Ramazon oyining 19-kuni barchalarga xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun bir befoyda harakatlar formulasi nomli ma'lumot haqida sizlarga ulashmoqchi edim. Inson nimadir qilmoqchi bo'lsa, ba'zida erinadi yoki erikadi. Masalan, ertaga yuguraman deydi. Yugurgani chiqishdan avval to'xta deydi. Joyim issiq ekan. Bugun damali, ertaga yuguraman deb turib yoki oyni boshini kutadi yo dushanbani kutadi. Ko'pchilik 1-yanvarda kutadi. Shu bahona qolib ketadi katta ehtimol bilan. Buni qanday yo'qotsa bo'ladi, ya'ni qilaman degan ishni qanday amalga oshirsa bo'ladi. Befoyda harakatlar majmui, ya'ni formulasi bu uchun kerak bo'ladi. Yuguraman dedingiz, ertalab turdingiz. Hech bo'lmasa 30 soniya yokida qurbingiz esa bir 5 minut yugurishingiz kerak bo'ladi. Kun davomida shu odatni shakllantirish uchun yugurasiz yokida kitob o'qish bo'lsa, kitob o'qimoqchisiz, katta kitobni bir bet o'qishingiz kerak bo'ladi birinchi. Shunda bir bet o'qiysiz, bo'ldi, tamom, yopasiz. Ya'ni qolib ketmash kerak, uzviy bo'lish kerak, davomiy bo'lish kerak. Tez yur, sekin yur, davomiy yur deydi. Shol ekadiganlar bilsa kerak, agar ekiladigan kunidan bir kun kechiksa, o'rim payti, hosil yig'ishtiradigan paytda 15 kun yoki 10 kun, 2 hafta davomida uzoqlashib ketadi hosil yig'ishtirish vaqti. Ya'ni bir kun uzviylik uzilsa, zanjir uzilsa, 15 kun yoki 2 haftaga uzoqlashib ketadi. Shuning uchun boshlayman degan harakatingizni hozirdan boshlang. Ingliz tilidan yoki boshqa tildan kurs boshlamoqchisiz yoki so'z yodlamoqchisiz. 5 ta yodlang. Ertalab 5 ta, erta 5 ta, kechki 5 ta. Inson miyasi ong bilan miyani oralig'ida gippokamp degan tuzilma bor. 126 kilobayt tezlikda ishlaydi. Energiyani juda tejaydi to'g'risi. Miya asosan insonni vaznini 2% ni tashkil qiladi, lekin energiyani 25% ni oladi. Shuning uchun doimiy katta ehtimol bilan biron narsa boshlamoqchi bo'lsangiz, to'xta deydi. Energiyani saqlamoqchi bo'lib, sizni harakatdan to'xtatishga harakat qiladi. Shuning uchun boshlayman degan ishlarni hozirdan boshlanglar. O'zimga e'tibor bermaysizlar. Sal tamom qo'yandi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarga aytadiganlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.